Assalomu alaykum. Hurmatli qadri baland zamondoshlarim, bormisiz, omonmisiz? Bugun sizlar bilan yana bir yangi yayınni boshlaymiz. Tabiiy oziq-ovqat baquvvat tabiiy asab kuchini barpo qilishda 3-qadam. Baxtli hayot kechirish uchun sog'lom aql zarur. U miya faoliyati natijasi miya esa jismoniy tananing bir qismi. Agar miya ozuqasi yetarli bo'lmasa, sog'lom aqlga erishish mumkin emas. Bizning madaniyatli davrimizda ko'pchilik aql egalari betob. Tariximizda hech qachon aqli zaif bolalar, asabi buzuq odamlar bunchalik ko'p bo'lmagan. Siz planetamizning eng yomon muammolarini bilasiz. Urushlar, jinoyatlar, millionlab och yalang'ochlar, bir millatning ikkinchi millatga nisbatan adovati, biz asabli nafas siqilayotgan davrda yashayapmiz va uning kasali borgan sari ortib bormoqda. Millionlab yoshlar buni ko'rib narkotiklarga o'rganmoqdalar. Real hayotdan qochmoqchi bo'ladilar. Albatta, hech kim asab tizimlarining tarangligidan himoyalanmagan. Bunga chidash, qarshi turish uchun esa baquvvat asab kuchini barpo qilish zarur. Bizning markaziy asab tizimimiz miya boshchiligida sog'lom va kuchli bo'lishi zarur. Buning uchun unga maxsus oziqa kerak. Markaziy asab tizimini sog' bo'lishi uchun asosiy komponentlardan biri B vitamini. Lekin bizning zamonaviy o'lik ovqatlarda bu vitamin yo'q. Shuning uchun sizning tanangiz bundan aziyat chekmoqda. Biz nima yesak o'shamiz. Asab yemilishiga olib keladigan sabablarning eng asosiysi noto'g'ri parhez. Tanangiz sog'lom va baquvvat asab kuchiga ega bo'lishi uchun iste'mol qilayotgan ovqatlar ro'yxatini bir ko'zdan kechirmoq kerak. Hayotingizga xavf soluvchi asab yemilishiga qarshi turish uchun tanani oziqlantirib, kuchli qiladigan, aqlingizni razo etadigan tabiiy vitaminlarga boy ovqat iste'mol qilish zarur. Markaziy asab tizimini iste'mol qilinayotgan ovqatga bog'liq ekan, aytingchi, qanday qilib uni kuchaytirasiz? Modomiki iste'mol qilayotgan buterbrod, sosiska, turli xil kolbasalar, qovurilgan kartoshka bo'lsa, buning ustiga tarkibida kofein bor choy, kofe yoki Coca-Cola ichasiz. Demak, vitamin va asab minerallari yetishmovchilik markaziy asab tizimini kuchsizlantiradi. Bizda zaharli va zararli ximikatlarga boy o'lik oziq-ovqat mahsulotlari tiqilib yotibdi. Ma'lumki, zaharli moddasi mavjud. Ma'lumki, u hasharotlarni o'ldirish uchun sepiladi. Bundan tashqari ovqatlarga turli qo'shimchalar va ximikatlar qo'shiladiki, ularning inson hayotini qisqartiradi. Bundan tashqari yeydigan barcha ozuqalarimizda zararli ximikatlar ko'p. B vitamini kompleksi yetishmovchiligi. Bizning madaniylashgan ovqatlarimizda B vitamini kompleksi yetishmasligi uchun tanamiz betob, asablarimiz tarang, buning ustiga surunkayli charchaymiz. Bularning barchasi ba'zan o'z-o'zini o'ldirishga olib boradi. Mening fikrimcha, ko'plab tamaki, alkogol, choy, kofe, sigaret, nos qabul qilish bu vitamin kompleksini yetishmasligiga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor. Men ko'plab odamlarning kundalik parhezlarini nazorat qilib, shunga amin bo'ldimki, yuqoridagi kuchli stimulyatorlarni qabul qiluvchilar barchasi bu vitamin kompleksi yetishmasligidan aziyat chekadilar. Natijada ko'pchilik odamlar hayotiy energiyani yemirishi arafasida yashamoqdalar. Ularning iste'mol qilayotgan ozuqasiga nazar solsangiz, asab energiyasini ko'paytiradigan ozuqalardan birortasi yo'q, ko'rinmaydi. Inson tanasi yetishmayotgan moddalar haqida albatta ogohlantiradi, lekin odamlar yetishmayotgan moddalar o'rnini boshqa narsalar bilan, masalan, oq qon bilan boyitilgan shimiladigan konfetlar, tortlar,
keksler, muzqaymoqlar, piroglar, saqich va boshqalar bilan to'ldiradilar. Bular sizning vaqtinchalik aldab sun'iy kuch bag'ishlayotgandek bo'ladi. Aslida esa avvalgidek vitamin yetishmovchiligi ortadi. Ko'nglingiz shirinlik istaganda o'rniga B vitaminiga boy ozuqalar ovqat iste'mol qiling. Aslida vitaminlar yetishmovchiligining aniqlash ancha qiyin. Vaqti bilan qaytarilib turadigan bosh og'rig'i, shamollashlar, oshqozon buzilishi, qabziyat va uni kuchli ish ketkazadigan dori bilan davolash. Bunday odamlardan ahvoling qalay deb so'rang, u joyida deb javob beradi. U shunchalik betobki, o'z kasalligi haqida o'ylamasdan yashashga o'rganib ketgan. Ular tuxla asab buzilishiga yetib kelmaguncha hayot shundan iborat ekan deb yurishaveradi. Kamdan kam odamlar sog'liq qadriga yetib baxtli yashashadi. Bu ozuqalardan o'zingizni tiying. Baquvvat azab kuchini barpo qilaman desangiz, quyida sanab o'tilgan o'lik ozuqalardan o'zingizni olib qoching. Oq qand, shakar va ulardan tayyorlanadigan mahsulotlar, jem, jeli, marmelad, muzqaymoq, sharbat, pirog, kekis, tort, limonadlar, pechenyelar, saqichlar va hokazo. Ziravorlar, ketchup, garchitsa, go'shtli va baliqli souslar, marinadlar, tuz va tuzlamalar, sho'r, mag'iz va yong'oqlar, tuzlab quritilgan suxariklar, tozalangan oq guruch, qovurilgan jo'xori, yog'larga to'yintirilgan mahsulotlar, paxta yog'i, choy, margarin, kofe, yeryong'oq mayi, tamaki, dudlangan baliq, alkogol ichimliklar, cho'chqa go'shti va undan tayyorlangan mahsulotlar, dudlangan go'sht, bekon, gaz, kabob, go'sht, sosiska, shashliklar, kolbasa, tovuq va jo'ja go'shti, ayniqsa do'kondan sotiladigan turlari, ularga tez o'stiruvchi gormonlar beriladi. Dori-darmonlar beriladi. Konservalangan sho'rvalar, quritilgan meva, agar quritishda ximikat ishlatilgan bo'lsa, u ham zaharli. Oq undan va undan tayyorlangan mahsulotlar. Hozir tayyorlanayotgan qora non rajnoy xleb ham tabiiy emas. Unga qaraytirish uchun har xil narsalar qo'shiladi. Tirik non yoping, tirik non yeng. Non hayot asosi. Lekin men novvoyxonalarda yopilayotgan nonni yeyish o'ylasam kayfiyatim buziladi. Nonda kerakli vitaminlar, kalsiy va boshqa moddalar borligiga ishonch hosil qilish qiyin. Agar uyda o'zingiz yopsangiz ma'qul. 0,5 litr distillangan suv, 1 osh qoshiq asal yoki 100 gram shakar, 1 plitka achitqi, dro'sh yoki 1 osh qoshiq quritilgan achitqi, 1-2 kilogram elanmagan un, 250 gram undirilgan bug'doy donini oling. Asal yarim litr suvda eritiladi va unga achitqi qo'shib eriting. So'ngra un va bug'doy donalarini aralashtiring. Xamir yaxshilab qoriladi. Bitta yoki ikkita karvay yasaladi. Karvayni pechga qo'yib yoki tandirga joylab 100 gradus haroratda to xamir 2 barobar oshguncha qo'ying. Pechka eshigini ochiq qoldiring. So'ngra pechka eshigini asta-sekin yopib 350 gradus haroratda 50 daqiqa nonni pishirasiz. Usti qatiq bo'lgan qalibdan ko'chadigan bo'lsin. Non pishgan bo'ladi. Nonni qalibdan ko'chirib, yog' surtib sovutishga qo'ying. Bug'doy uni o'rniga arpa suli uni ishlatish mumkin. Yong'oq, xurmo, samarodina, mag'iz, qora olxo'ri, anjir aralashtirsa ham bo'ladi. Non yopish jarayoni sizga huzur baxsh daqiqalar baxshida qiladi. Nonni muzlatgichda saqlang, chunki uzoq vaqt sifatli turadi. Bunday non B va E vitaminlariga boy bo'ladi. Vaqtim yo'q deb bahona qilishga urinmang. Hozirgi vaqtda barcha band, lekin sog'liq uchun hamma narsadan voz keching. Agar tabiiy ovqat iste'mol qilmoqchi bo'lsangiz, siz vaqt va kuch topa olasiz. Bu vitaminga boy bo'lgan ozuqalar. Siz bu vitaminga boy bo'lgan ozuqalarni iste'mol qilishingiz zarur. Mana ularning turlari. Birinchi, ochiq dro'sh. Buni iste'mol qilishning turli yo'llari mavjud. Men va qizim ochiqli ichimlik tayyorlab ichishni juda yaxshi ko'ramiz. Retsept quyidagicha. Birinchi, 3 stakan meva sharbati, apelsin, ananas, pomidor, qovoq, sabzi,
dona asal təbiyinizə qarab bir osh qoshiq guruch və bitta tuxum sarığını alın. Yağaq və bu vitaminga boy arpa donlari, ekilmagan jo'xori uni, elanmagan jo'xori uni, ho'l va quritilgan soya, no'xat, loviya, bug'doy donlari, guruch, mevalarning barchasi, ko'katlar, rediska, turpning yosh barglari, garchitsa barglarini, shipant, karam, qo'ziqorin, zelellar, sut va undan tayyorlanadigan barcha mahsulotlar. Bundan tashqari mol go'shti, jigari, yuragi, miyasi, tili, yangi tayyorlangan stel, qo'y go'shti, baliq, jigari, buyragi, miyasi, tabiiy sun'iy ravishda boqilgan bo'lmasa, yana tabiiy ozuqa bilan boqilgan parrandalar go'shti, qisqichbaqqa krablar. Ko'rib turibsizki, vitaminga boy hayvonot va o'simlik mahsulotlari juda ko'p. Demak, parhezingizni o'zingiz shunday tuzingki, u vitaminlarga boy va xilma-xil bo'lsin. Sizni asablaringiz kalsiyga muhtoj. Biz sog'lig'imiz va asab kuchimizni tiklashda boshqa mineral moddalarga nisbatan kalsiy ko'proq muhtojmiz. Kalsiy agar to'g'ri proporsiyada qabul qilingan bo'lsa, tishlarimiz mustahkamligini, suyaklarimiz baquvvatligini, po'latdek asablar, kuchli mushaklar, elastik teri, bir me'yordagi yurak urishi, gavdamiz to'g'riliği, o'tkir aql va sog'lom ichki a'zolarni beradi. Agar kalsiy tanamizda kamaysa, siz asabiylashasiz. O'zingizni idora qila olmaydigan, tez jahli chiqadigan bo'lib qolasiz. Kalsiy sizning sog'lig'ingizni nazorat qilishga yordam beradi. Sizdan shaxs yaratadi. Asablarning faoliyati uchun kalsiy juda zarur. Bu mineral modda tananing bir joydan ikkinchi joyga impulslarni uzatishda yordam beradi. Kalsiy bo'lmasa, siz qo'lingizni issiq plitadan tortib ola olmaysiz. Avtomobilga yo'l bera olmaysiz. Ovqat mazasini sezmaysiz. Kalsiy yetishmasligi tomor tortilishi, yurak urishini pasayishiga olib keladi. Kalsiy yetishmasligi kishining bo'y o'sishidan to'xtashiga, tishlarning maydalanishiga, suyaklarning nimjonlashishiga olib keladi. Yumshoq etlarda o'zgarishlar paydo bo'lganda kalsiy yetishmasligini aniqlash qiyinlashadi. Yumshoq etda 1% kalsiy bor. Lekin shu 1% kalsiy yetishmasligi yuz bersa, odam haddan tashqari asabiylashadi. Qonda kalsiy yetishmasligi asablar yetishmasligi yuz bersa, odam haddan tashqari asabiylashadi. Qonda kalsiy yetishmasligi asablar signal yubora olmasligini olib keladi. Natijada asablar yemiriladi. Tana bo'shashib dam ola olmaydi. Bu hayajonga beriluvchan bolalarda ayniqsa seziladi. Kattalarda esa kislorod yetishmaydi. Yoqimsiz xarakter, sababsiz so'kinish, kayfiyat o'zgaruvchanligi, keyin mushaklar tomir tortishi, bo'g'ilish kabi oqibatlarga olib keladi. Kalsiy yetishmasligi aniqlangan bolalar va kattalarda tirnoqni chaynash, qo'l va oyoqlarni tinimsiz harakatga keltirish, saqish chaynash, burunni kavlash, quloqlarni kavlash, bosh qichish kabi odatlarga duchor bo'ladilar. Ular ma'lum muddat tinch o'tira olmaydilar. Qo'llarida yoki barmoqlari bilan taqqilata boshlaydilar. Ular haddan tashqari injiq bo'lib, sababsiz yig'lashlari, o'zlari idora qila olmasliklari ko'zga tashlanadi. Kalsiy yetishmasligi hatto shaxsning o'zgarishiga olib keladi. Ba'zan yaxshi tomonga o'zgartirish ham mumkin, ba'zan yomon tomonga. Men tajribalar o'tkazib shunga ishonch hosil qildimki, avval jahldor, sababsiz injiq, janjalkash, asabi buzilganlar hayot tarzini o'zgartirib, sog'lom tabiat qonunlariga rioya qilishlaridan so'ng tinchlanib, baxtli insonlar qatoriga aylanadilar. Esingizda bo'lsin. Siz o'zingiz bilan o'zingiz yashaysiz. Aniq bilamanki, siz baxtli, notinch, jahldor kishi bilan yashashni istamaysiz. Siz baxtli bo'lish uchun tug'ilgansiz. Demak, buni har birimiz o'zimiz uchun o'zimiz kurashmoqimiz zarur. Har kuni yetarlicha kalsiy iste'mol qiling. Kalsiyga boy ozuqalar: bodom, pista mag'izlari, pishgan soya, oq loviya, no'xat, fasol, lavlagi, pishloqlar, ayniqsa echki sutidan tayyorlangan eski pishloq,
Sabzavotlarning yangi ko'k qismi, lavlagining yangi bergi, garchitsa ko'ki, mama qaymoq ko'ki, salat, latok, kres salat, süt, qo'y, echki sutlari, sigir suti, tuya suti ham bo'laveradi. Tuya sutlari ham bebaho hisoblanadi. Elanmagan un, suyak uni siz ulardan keraklarini tanlab o'zingizga ratsion tuzib olasiz. Asablaringiz kuchini yetarlicha ushlab tura olasiz. Bu sizlarga asablaringiz tinchlashiga yordam beradi. Tabiiy ozuqalar asosida parhez qilish, tabiat qonunlariga bo'ysunib yashash qiyin emas. Bunda siz erkinlik, sog'lomlik va baxtga erishasiz. Tabiiy ozuqalar asosida parhez qilishni menyularni tuzishda barcha imkoniyat va aql farosatingizni ishga soling. Shuning bilan bugungi yayinimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga sog'lik, omonlik tilagan holda efirda Kozbay Rozmetov. Xo'sh, salomat bo'ling, xayr.